Mazasiga gap so'z bo'lishi mumkin ba'zi do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun, salomatmisizlar? Bugun san'at sohasidan ozgina chetlashgan holda bugun sizlarni zo'r bitta ma'lumot bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu nima desalaring, bu tovuq go'shtidan tayyorlangan kabob bo'ladi. Mana shu go'sht mahsulotlari bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz, tadbirkorlar bo'lsa, qolaversa, yangi boshlamoqchi bo'lgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol biz hamkorlikka sizlarni taklif qilamiz. Ajoyib chiroyli biznes deb bilaman. Sababi bu go'shtlarimizni olib, kaboblarimizni olib bemalol bozorlarda, do'konlarda o'zlaringizda qanaqangi bir tijoratlaring bo'lsa, bemalol sotishinglar mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida joylashgan. Quyidagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Mazza qilib, olib, xarid qilib, o'zlaringizda do'konlaringizda, bozorlarda, tijoratlarda, xullas, lubboy joyda sotib mazza qilinglar. Sizlarni hamkorlikka chaqiramiz do'stlar.